Assalomu alaykum. Bugun bir ajoyib video olish niyatidamiz. Tak, bu 5 kiloli LG. 15 yil oldin chiqqan model. Bu hozirgi savremeniga yaqinrog'i 6 kiloli LG. Baraban turibdi mana. Buni ham baraban turibdi. Mana razmerlar. Bunda 32, bunda ham 32. Mana bunaqasiga masalan 30. Bu narsa o'lchang ham 30. To есть aldashga bitta hojat yo'q. Ya'ni kirmoshni olayotganingizda va tabloga mamnunki yozilgan kiloga emas, kirmoshlarning ichidagi sig'imi, barabaniga ahamiyat beringlar. O'shandan ortig'ini tiqolmaysizlar baribir. Eng zo'ri mana shu narsaga emas, barabanning sig'imiga. Mana oldingi holatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu 5 kilolik kirmoshlar. Bu 6 kilolik kirmoshlar. Lekin ikkala holatda baraban bir xil. Baraban bir xil. Shunaqa 5 kilolik kirmoshlar bor. Hozirgi 7 kilolik kirmoshlarni barabandan katta. Men eski kirmoshlarni yangi yaxshi demoqchi emasman. Barabanning sig'imiga qarab kirmoshni sotib olasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa videomizni like bosib qo'yinglar.